2015 yılı 5 fevral Peyşembe, Gollandiyaning Den Haag şəhəriga joylashgan Xitoy bosh konsulxonasi oldida 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligining qahramonlari yod etildi. Oyyulduzluq ko'k bayroqlar bilan jaranliq shuvar to'lab, Xitoylarning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm siyosatlarga qarshi maydonini ifodalagan namoyishchilar gollandcha, xitoycha va uyg'urcha bayonotlar o'qidi, shuvarlar to'ladi. Tientallen volgens sommige getuigenis zelfs honderden mensen worden Tosayet'in 5. günü ve 你为这个一定要做出一个明确的道歉，同时从我们埃斯图尔基斯坦滚出去。 Faaliyetni Gollandiya Uyg'ur birlik tashkiloti uyushtirdi. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati va Belgiya Uyg'ur jamiyatining aktivlari hamdamda bo'ldi. Faaliyat shu yer vaqti 11 dan tushdan keyin soat 1 ga qadar 2 soat davom qildi. Gollandiya Uyg'ur birligi tashkilotining raisi Sodiqjon Salay apandi bu namoyish faoliyatining sabab maqsadlari haqida izoh berdi. 2 ayning 5 kunidagi G'o'ljidagi qahramon o'g'il qizlarimizningki Xitoy hukumatininki zulmiga qarshi ko'chalarga chiqib Xitoy qarshilik ko'rsatgan bir kun. Hamda shu kunda nurg'un qarindoshlarimiz hayotini taqdim qilgan bir kun. Shu sababdan biz bu yerga yig'ildik. Yana bizningki shularningki izidan manganligimizni, ularningki boshqa yo'lninki hargiz to'xtab qolmaydiganligini bildirish maqsadida buni qilyapmiz. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining raisi Isa Qarajim G'o'lji shahidlarini eslash yuzasidan namoyish qilinayotganligini bildirgandan keyin zulmga qarshi kurashning, hurlikni qo'lga keltirishning badal talab qilganligini, Sharqiy Turkiston xalqining ham zulmga, ham tajovuzchilikka qarshi kurash qilishga majbur ekanligini ta'kidladi. Odam oz, qanday kayfiyatda bo'ladi? Odamning ozligi albatta ishimizni siqadi, lekin az bo'lsa-mu mush bayrog'imizni shu qizil bayroqqa qarshi mishadi ko'taraligimizning o'zi bu bizningki vatan millat davosining o'lmaganligining dalili deb qarayman. Az bo'lsa-mu ish davomlash lozim. 97-yil 2 ayning 5 kuni qurbon bo'lganlarga qarayli, Urumchidagi qatlamda qurbon bo'lganlarga qarayli, hammasi hurlik, mustaqillik, zulm qarshi turish deganning albatta buning bir badali bo'ladi. U badali bo'lsa-mu qurbon berish. Dunyoning har yerda tajovuzchiga emas, zulm qarshi harakatlar bo'lyapti. Garchi hokimiyat vishidikilar o'z millatidan bo'lsa-mu zulm qilgan bo'lg'achqa xalqlar uningga chidamay zulm qarshi harakat bo'lyapti. Ammo bizning vatanimizda biz ham tajovuzchiga ham zolim qarshi har ikkilisi o'xshash harakat qilishimiz lozim. Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdulla Apandi Gollandiyadagi Uyg'urlar bilan bo'lgan do'stlikqa ahamiyat berishning natijasida her iki devletdagi faoliyatlarda o'zaro hamdamda bo'layotganligini ilgari surdi. Bizning ittifoq bugun boshlanmadi, tunagun boshlanmadi. 10 yillar bo'lib ketdi. Namoyish bo'lsin, boshqa ishlar bo'lsin, har qanday faoliyatlarni birlikda elib ketib boramiz. Ittifoqligimiz texma yaxshi bo'lib ketib bordi. Endi biz shu ittifoqni saqlab qolish uchun shu bizning arliqdagi faoliyat ishtirokchilaridan Alqam apandi va Tursun muallim apandilarmi o'zining umid tilaklarini bayon qildi. Bu namoyish har bir Uyg'urimizning majburiyati. Namoyishga hammamiz vijdonimiz bilan, g'ururimiz bilan chiqishimiz zarur. Belgiyadagi Uyg'ur jamiyati va qarindoshlarimiz keldi. 97-2 ayning 5 kunidagi G'o'lji qirg'inlik shu kunni eslash va Xitoyga qarshi norozilik namoyishi degan jonliq elib berildi. Havo shuncha sug'oq bo'lsa-mu, qarindoshlarimiz yiroq joylardan Gollandiya Uyg'ur birligi mas'ullaridan Zayniddin Tursun apandi vatandoshlarning navbatda duch kelayotgan majburiyatlarini ado qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston ili viloyatida yoshlarimizni bostirgan fojialik bir kun. Men o'ylayman, Gollandiyadagi qarindoshlarimiz bugungi kunda qanday bir hayot yashayapsiz? Sizning qarindoshlaringiz emasmi? Ajiba siz bugungi kunda qanday turib o'zining hayotini berayotgan shu mujohidlarimiz uchun bir yig'iz gap qiladigan vijdon azobingiz bo'lmadimi?
Milletimizin qini, özümüzün yürgidiki qan. Hammamiz aşkında inkas bildirelirsek, bizning eng isil ibadetimiz deb tushunsak bo'ladi. Biz tugab ketishni Faaliyet oxirlashgandan keyin ko'pchilik birlikda xatir rasmga tushib qaytishdi.